Abu Ali bin Sino nomidagi afshona jamoat salomatligi texnikumida ta'lim jarayonlariga zamonaviy yondashish maqsadida bir qator fanlardan ochiq dars mashg'ulotlari tashkil etildi. Unda talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini amaliy topshiriqlar orqali namoyon etdilar. Shuningdek, bemorlar bilan ishlash, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kabi muhim yo'nalishlarda kasbiy mahoratlarini oshirdilar. Avvalo shuni qayd etish kerakki, bu kabi tadbirlarni tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad ta'lim dargohida tahsil olayotgan bo'lajak o'rta tibbiyot xodimlarining bilim va amaliy ko'nikmalarini bugungi zamon talablariga moslashtirishdan iborat bo'ldi. Tashkil etilgan ochiq darslar davomida anatomiya, farmakologiya, hamshiralik ishi, stomatologiya kabi asosiy fanlar bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar olib borildi. Ochiq darslar jarayonlarida talabalar faol ishtirok etib, berilgan nazariy bilimlarni mustahkamlash maqsadida turli klinik vaziyatlar asosida muhokamalarda qatnashdilar. Savol-javoblar, amaliy misollar va interfaol usullar orqali talabalarning mustaqil fikrlash ko'nikmalari rivojlantirildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday ochiq darslar bo'lajak tibbiyot xodimlarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Mazkur darslar bo'lajak hamshiralar uchun nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga qaratilgani, talabalarning kuzatilishi mumkin favqulodda vaziyatlarda to'g'ri va tezkor qaror qabul qilishi va bemorlarga to'g'ri tibbiy yordam ko'rsatish mahoratlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu kuni mazkur ta'lim muassasasida tahsil olayotgan talabalar tomonidan o'zbek, qozoq, tojik, rus, hind va turk millatlari milliyligini namoyish etgan Millatlar hamdo'stligi festivali ham tashkil etildi. O'ziga xos ko'tarinki ruh va xushkayfiyatda o'tgan tadbirda turli millat vakillarini boy tarixi, milliy qadriyatlari, madaniy merosi, o'ziga xos urf-odatlari, an'analari, milliy taomlari va san'ati namoyish etildi. Talabalar tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar, she'riy va sahna ko'rinishlari tadbir qatnashchilari tomonidan iliq qarshi olindi. Albatta, bu tadbir ham millatning o'rtasida do'stlikni mustahkamlash, yoshlar qalbida bag'rikenglik va o'zaro hurmat tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi.